bachadon naylarida homila turibdi. Vaholanki bemor menga kelgan Dildor opa, men hech ham homilador bo'lmaganman. Nimaga bu yerda homiladorlik bo'lmayapti unda? Chunki turmush o'rtoqlarida ham katta muammo yo'q. Faqatgina shikoyatlarida ozgina hayzında narshanga bor, lekin gormonlar hammasi yaxshi. Shunchaki hayzlari bu bemor e'tibor bering. 35 kun, 50 kunda kelar ekan. Lekin gormon me'yorda. Operatsiyani boshlaganimizdan keyin bo'ldi, ko'rdik, tekshirdik. Endi intraoperasion bachadon naylar o'tkazuvchiligini ko'ramiz. Xromogidratubatsiya qilinadi. Serkalniy kanalni ochdim, rangli moddani jo'natdim. Bu yerda Umidjon Nazarovich laparoskop ushab turibdilar. Birinchi dozani jo'natdim-da, boya birinchi chandiqlangan truba deb aytdim-ku sizga. U ochildi. Birinchi 20 ml suyuqlik jo'natganimdan keyin, lekin nimagadir 10 bachadon naylari o'tkazmadi. Ketdilar, Dildor yana jo'nating dedilar, yana ko'ramiz. Ikkinchi dozani jo'natayotganimda, to'xtang" dedilar. Ishonasizmi? Men hayron bo'lib, nimaga to'xtang, kameraga qaradim. Chunki xromogidratubatsiya qilayotganda siz ayol bilan ishlaysiz, kamerada sherigingiz ko'rib turadilar. Ko'rsak, bachadon nayni 3 ta qismdan iborat, bilasiz, eng tor qismi, o'rta qismi va unda ampulyar qismi bor. Qorin bo'shlig'iga qaragan qismi. Ampulyar qismida mana yonida ish paydo bo'ldi. Lekin ampulyar qismini tashqarida qarasangiz hech qanaqa defekt yo'q. To'xtatdim, o'sha yerda xromogidratubatsiyani bemor yoniga o'tdik, laparoskopda yana ishlashni boshladik. Keyin ampulyar qismini sekin kirib ochishni boshladik. 1 sm ichkariroqga kirganimizda probkaga o'xshagan nimadir turibdi. Chandiq. Tashqarida yo'q bu chandiq. Voy dedim, truba yopilgan ekan deb yo'ladim. Yo, to'xtanglar, yana qaranglar. Shunaqa narsa borda, operatsiyada nimadir boshqacha chiqsa, oxirigacha kurashish holimizda sabab kerak. Nimaga bo'lmayapti degan savolga intraoperasionni biz javob topib berishimiz kerak bemor. Uzoqdan kelgan, tasavvur qilasizmi? Ampulyar qismini ochib, ehtiyot bo'lib, yirtib yubormaylik deb kirsak, ishonasizmi? Bachadon naylarida homila turibdi.